Assalomu alaykum Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimiz Namangan rayoni 3 tumani Yor bozoridamiz. Videoni ko'rmasdan oldin videodan like bosib, videodan kommentariy yozib, otangga rahmat deb yozib ko'rsang bo'ldi obunachilarimiz. Bugungi kunimizda qo'yiladi eng arzon qisir qo'zi qo'yiladi. Obzorini qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum aka. Aka, yaxshimisiz, sumsiz? Bugunga qanday qalar bor aka? Har xillaridan qo'y ko'rsataman, bir pul qo'yiladi. Qo'zi shikiliga aka. Qo'ngli qo'zlar yaxshilaridan. Yo'ltara avtomat chiqqanda ko'ndi. Yaxshi qo'zlarimiz. Sog'liqlari hamma yo'q, yaxshi aka. Bir hafta garantiyasini beradi. Bir hafta garantiya. Ular necha oylik qo'zilar aka? 8 dona. 8 dona. Ha, 7-8 oylik qo'zilar, hamma qo'y. Yebishga garantiya. 8 oylik qo'zilar. Sog'liq, dastlabkilar qayergacha bo'ladi aka? Toshkentgacha ketaveradi, hamma. Toshkentgacha ketaveradi. Qo'zlarmi o'ta zo'r akalar. O'ta sifatli. 2 million 100 mingdan beraman. 2 million 100 mingdan. Arqini ham portator shikiliga Bozordan eng arzonmi? Bo'ldi. Nomer ayting aka. 99lik. Ha. 117. Ha. 24. Ha. 27. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Yo'qotdingmi qaytgan? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Siz Ahmadboy Uzmi? Ahmadboy Uz kanali aka. Bugungi kunimizga aka bo'g'azmi, qisirmi bular? Hammasi qisir Ahmadjon. Hammasi qisirmi? Hammasi qisirma. Bola tajiragan, dirsimda yotibdi. Bola zanjiragan. Boqma. Yemlab sotqani Yemlab sotgani keyin monosi yoshroq, ikki tish monosi. 2 tish ekan bunosi. Kattasi. Ikki tishga, 4 tishga endi o'tyapti. 4 tishga endi o'tyapti ekan, hurmatli obunachilar. Sog'liqlar hamma yo'q yaxshi aka. Yebichlarga 10 kun garantiyasi bor, o'ynanishmas. 10 kun garantiyasi bor. Sog'liqlar hamma qo'ylar o'ta zo'r. 80 chiqadi shikili. Aka 80 mi qo'ylari? 75 plyusga beraylik. 75 plyusga berasiz. Ha, yaxshi. Hurmatli obunachilar, hamma qo'ylar o'ta zo'r. Qisir. Yaxshi qo'ylar. Hurmatli obunachilar. Dastlabkilar qayergacha bo'ladi aka? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldi. Nomer ayting aka. 94lik. Ha. 046 046 36 36 11 11. 36 15. 36 15. Asho nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Yaxshi qo'ylar. Bu kimdan aka? Bu qo'ylar kimdan? Hurmatli obunachilar. Aka bular qisirmi, bo'g'azmi? Qisirmi? Yemga tayyor, quvolikka olib, mazza qilib boqaman degan. Boqaman deganlar uchun, ha? Tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Yaxshi qo'y, oriq qo'ylar. Boqma. Boqma qo'ylar, ha? Bir hurmat obunachilarimiz yozishyapti. Bu necha oyda o'zgarlaydi deyishyapti. 2 oy, 2,5 oyda tayyor bo'ladi, ha? Hurmatli obunachilar, ammo qo'ylar o'ta zo'r. Bo'ylari necha bo'ladi? 75-80 o'rtasida. Tishlari-chi aka? Ammo qo'ylar ham o'ta zo'r. Hammasi zo'r. O'ta dahshat ekan. Jonga nomerlariga telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Endi boshqa yerda qo'yiladi. Aka bu qo'y nech pul? 3,5 million so'm narx aytishyapti. Qo'ydi sifatlari ham, yuz tuzishlari ham o'ta zo'r. Qo'ydi. Yemlab boqaman deyishgan. Ya, hoji bolalarimizga. Buni tishlari nechta aka? 4tadan 6taga chiqaryapti. 4tadan 6ga o'tyapti aka, hurmatli obunachilar. Ammo o'ta zo'r. Bo'ylari hamma yo'q, sifatlari simjun ekan, hurmatli obunachilar. 80ga olishaveradi. Bo'ylarni 80 ga olishaveradi deyishyapti, hurmatli obunachilar. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Yaponiyagacha. Yaponiyagacha ketaveradi, ha? Oldi. Uy bo'lsa ketaver ekan, hurmatli obunachilar. Nomer ayting aka. Nomerlarimiz 90lik. 90lik
154 72 90 92. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Yana qo'y bormi deganlarga bormi yo'qmi? Payoni yo'q, ko'p deyishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bu qo'ylarimiz aka bo'g'azmi, so'lovmi? Qisar ekan, hurmatli obunachilar. O'ta zo'r. Qo'ylar. Hali tug'magan ekan, nargisi. Endi ikkinchisiga chiqarishyapti. Tisha ekan, hurmatli obunachilar. Hali tug'magan ekan. Mana-chi. 6 tish ekan, hurmatli obunachilar. O'ta boqishga kelibdi, hurmatli obunachilar. Ularning narxlari nech bo'ldi aka? Ikkovini Ha, 5,5 ga berib yuboraman. 5,5 million so'm deyishyapti bittasi. Xayriya ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Qo'ylar o'ta zo'r. Bittasi sariq, bittasi qop-qora. O'ta zo'r qo'ylar. Dastlabkilari qayergacha bo'ladi aka? Toshkentgacha. Bo'ldi. Nomer ayting aka. 93lik 037 0508. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. 1,5 ga qo'lini ham bermayman. Bugungi kunimiz Ahmadjon Uz kanaliga obuna bo'lishlaring esdan chiqmasin. Dilnak bosib, otangga rahmat deb yozib ketsalaring bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz qisqacha video bo'ldi. Keyingi safarga qanday qo'ydi chiqarish bo'lsa yozib ketsalaring chiqaramiz, hurmatli obunachilar.